Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi podkastimiz mehmoni Mehriddin ukamiz. Mehriddin Telegram sohasida juda ham taniqli insonlardan biri, yosh bo'lishiga qaramasdan. Adashmasam 50 dan oshiq botlar ishga tushirgan. Ulardan 10 tadan ko'plari adashmasam to'g'rimi? Mashhur bo'lib ketgan. Hozirgi kunda menimcha har bir o'zbekistonlik kamida bir marta foydalanib ko'rgan Mehriddin ishga tushirgan botlardan. Xullas aytmoqchi bo'lganim, Mehriddin yosh bo'lishiga qaramasdan o'z ishini ustasi. O'ylaymanki, bugungi podkastimiz qiziq bo'ladi. Mehriddin, o'zing haqingda kuzatuvchilarimizga bir ikki og'iz aytib bersang va shu bilan boshlaymiz podkastimizni. O'zi karantinda qiziqishdan Telegram hamma uyda o'tirgan. Telegramda u paytda megabayt ham kam bo'lgan, mana bu oldingidek Wi-Fi degan narsa bo'lmasdi-yu. Hozir endi hammada Wi-Fi bor. Megabayt kam bo'lardi. O'sha payti hamma ko'pchilik Telegram kirardi. Keyin men Telegramga qiziqishdan kirib, o'zim kanal ochganman. O'zbekiston yangiliklari degan kanal ochganman. O'zbekiston yangiliklari degan kanal ochganman. U payti odamlar globaldan qidirgan payt meni kanalim chiqdi. 200 ta, 100 ta podpischiga bo'lgan. Boshidan 10 tadan boshlangan. Sekin-sekin odamlar qiziqib Telegramdan poiskdan kanalimga kirishga boshlagan. O'zi birinchi Telegram kanal ochganman. Birinchi botlar emas, kanallardan boshlangan. Kanal ochganman, keyin yangiliklarni tashlab turganman, qiziqarli voqealar, jahondagi, O'zbekistondagi voqealar. Keyinchalik u kanalim qisqa muddatda 100 mingni o'tib ketdi obunachisi. Foydalanuvchisi. 100 mingni o'tib ketdi. Sekin-sekin qarayapman, guruhlar bo'lyapti, odamlar foydalanyapti. Keyin o'zim guruhlarda bir xil mana bu reklama chiqaradi, o'shanaqa chiqaradi, bot ochganman. Reklama o'chiruvchi, keyin bilsalaringiz guruhda odam qo'shsa ko'rinib turadi, xunuk ko'rinardi guruhga. Odam buncha bu foydalanuvchi buncha odam qo'shdi degan. Keyin o'shanaqa o'chiradigan bot qilganman. Ana yozuvlar, кто-то покинул чат, shunaqa yozuvlarni o'chiradigan bot. Avtomatik bot o'chiradi. Birov guruhdan chiqib ketsa, o'sha guruhda turmaydi, xuddi bir odamlar vaqtini olmaydi. Keyinchalik guruhchi botlar ochganman. Guruhchi botlarim o'sha payt karantinda guruhda ishlaydigan qorovul, guruhchi, kirdi chiqdi botlarim populyar bo'lib ketgan ishlatish. Bir-biriga guruhlarda ishlayverib, hamma o'zini guruhiga qo'shib keng tarqalib ketgan. Bitta savolda, bu botlar ochish uchun dasturchi bo'lish shart emasmi? Dasturlash tillarini bilish yoki dasturlash tillarini bilasan? Dasturlash tilini biror joydan o'rganmaganman, kursdan, YouTubedan o'rganganman o'zim. Qiziqib, YouTubedan o'rganganman. O'sha payt Pythondan, boshida Pythonda o'zing qilgansan? O'zim qilib, botlarni, kodlarni tuzganman kompyuterda. Malades. Telefonim bo'lmagan, birinchi Telegram kirgan paytim. Kompyuterdan faqat. Faqat kompyuterdan. Gap yo'q. Buvam, Xudo rahmatli buvam o'sha paytda menga kompyuter olib berganlar. Moskvadan yuborganlar, kompyuterdan kirib, o'sha paytda Telegramga qiziqib, uydagilarning nomerlaridan Telegram ochib chiqardim. O'sha paytda 2016-yil, 17-yillarda 7-8 akkauntim bo'lardi bitta Telegramimda. Telegram akkauntlar. Hammasida o'shalarda kanal ochib, ularda bir-biriga obuna bo'lib, guruhga odam qo'shib, o'sha kontaktlarni qilardim u payt. Keyin guruhchi bot qildim. U guruhchi bot hech qanaqa reklamasiz aka, o'zi ko'payib ketdi. Guruhlarda ishlash, obunachisi ko'payib ketdi. Hech qanaqa reklama qilmadim. Guruhlarga qo'shganda. Odamlarga manfaatli, kerakli narsa bo'lgani uchun guruhlarda o'zi populyarni bo'lib ketaverdi. Hech qanaqa reklama qilmadim u botlarni hech qayerda. Bitta ochib qo'ydim, o'zi o'rtoqlarim, sinfdoshlarim guruhiga qo'shib qo'ydim, ular ishlatdi, yana bir ikkitalar qo'shdi. Pul ishlash maqsadidan bo'lmagan hali. Yo'q, umuman pul ishlash maqsadi bo'lmagan. Keyin lichkamni qo'yib qo'ydim tepaga, botni biosiga. Reklamadan yozishdi o'sha paytda. Birinchi reklamam esimda 2000 bo'lgan. 2000 so'm. 2000 bo'lgan birinchi reklamam. Keyin u endi nechinchi yilda? U 2017-yil. 17, ancha karantindan ham oldin ekan. 18-yilda. 18-yilda. Karantinda ko'tarilib, fashion populyarni bo'lib ketdi keyin. 19. Birinchi reklamam 2000 edi. 2000 reklama olardim. Telefonimni payneti o'sha payt aka. Hozirgacha esimda 7 millionga chiqqan. 2020-yil telefonimda payneti
7 million bo'lgan. Ha, faqat endi naqd olishni bilmagansan, nomeringga tushib turavergansan. 5 ming, 10 ming, 50 ming qilib. Nomerimga tushgan, uydagilarga qo'rqishga aytganman. Uydagilarning kartasi bo'lgan-ku, plastik raqam. U payt endi 5-6 yil oldin bir nima internetdan pul topsa deganda bir odamlar noto'g'ri tushuncha bo'lgan. Bu boshqacha yo'l bilan pul topadi. Boshqa yo'nalishda. To'g'ri. Keyin qo'rqqanman uydagilarga mana shunaqadan pul topaman desam, lekin uydagilar tushunmasdi, ishonmasdi o'sha narsaga. Keyin telefonimga paynet qildirganman. Maktabga borardim, keyin telefon ishlatish birinchi olganman, telefon J1 olganman. Shuni ko'rsatsam sinfdoshlarimga, o'g'aylarimga 7 million paynetimda telefonda payneti 7 million turgan. Keyinchalik o'sha reklama narxi oshgandan keyin uydagilarga sekin tushuntirganman, keyin plastik raqamga tashlatish boshlaganman. U 7 million nima bo'lgan? 7 million shu bora-bora ishlatilib kelaverdi hozirgacha. Ishlatib tugatilgan 7 million. Yaxshi. Mehriddin, kuzatuvchilarimizga o'zing haqingda, yoshing nechida, necha yoshda boshlagansan bu ishga, shu haqida ozroq ma'lumot bersa, qaysi viloyatdansan? Ismim Mehriddin. Yoshim 25 yoshda. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan. O'sha yerda katta bo'lganman. O'sha yerda ish faoliyatini boshlaganmiz. Telegramda birinchi o'sha yerda qiziqishdan. Universitet o'qishlar haqida agar universitetda o'qishga biron marta topshirmaganman shu yoshga. Topshirib ham maktab bitirganman. Maktab diplomini ham olmaganman. Yaqinda o'tgan yil oldim diplomni. Даже diplomni olib ham o'qishga topshirmaganman. Ikkalamiz o'xshash ekanmiz. Men ham 9-sinf bitirganman. Attestat beradi-ku. O'sha attestat ham yo'q-da menda ham. Olishga harakat qildim, o'zi o'xshamadi menda. Chunki ancha bo'lib ketgan ekan, uni iloji yo'q deyishdi. Mehriddin, bir nechta blitz savollar hozir trendga chiqqan-ku bu narsa. Blitz savollar taxlab qo'yganman. Tez-tez javob berasan. Nechta aktivniy boting bor hozir senda? Hozirda 53 ta. Birinchi botingni o'zing o'ylab topganmisan? Yo'q, birinchi botimni sotib olganman. 100 yerni. Aha. Birinchi boting pul olib kelgan momentni esla olasanmi? Botlardan birinchi kelgan pulni. Pul olib kelmagan, buyum olib kelgan. Televizor yutib olganman konkursda, bitta televizor. RTLda Telegram botida konkurs ketdi, o'shanda eng ko'p odam taklif qilganga birinchi o'rinda edi. Men botlarim orqali taklif qilganman, eng ko'p obunachi o'shanga menga televizor bergan 43 talik. Keyingi savol. Nima muhimroq, ideyami yoki uni realizatsiyasi? Amalga oshirish. Ideya muhimroq. Ideya muhim. Telegram yoki Instagram? Telegram. Telegram tushunsa bo'ladi. Eng katta summa bir kunda ishlab topgan. Bir kunda eng katta summa Sir bo'lmasa. Sir joyi yo'q. 30 ming dollar topganman. Eshitdinglar? Tak. Hazlakan summa emas. O'rtacha oyiga necha pul ishlatasan? Rasxod sal kattaroq. Shunga yarasha kirim ham katta. Nu hisoblamayman. Masalan, qayerda rasxod qilyapman, bu qilyapman deb. Chunki unaqa agar hisoblasam, odam bir qisilib o'zidan unaqa narsa bo'ladi, o'shanaqa rasxodga olib bormaydi. Shuning uchun men umuman rasxodlarni hisoblamayman. Agar Telegram bo'lmaganda nima bilan shug'ullangan bo'larding? Telegram bo'lmaganda men sartarosh bo'lardim. O'xshamagan botlar bo'lganmi? Bo'lgan, bir qancha. Bo'lgan. Qaysi bot eng ko'p pribul olib kelgan? Eng katta pribul ko'pchilik biladi, o'zi eng ko'p obunachi olib kelgani Ohangbot. Ohangbot. Sen ko'proq ideya haqidami yoki pul haqida? Men aslida ideyani o'ylayman, chunki ideya yaxshi bo'lib, odamlarga manfaatli narsa bo'lsa, o'zi pul kelaveradi keyin reklama. Bitta so'z bilan sen o'zingni kim deb tasavvur qilasan? Biznesmen, marketolog yo strateg? O'zimni bu biznesmen. Chunki pul olib, pulni tikib shunaqa. Eng qimmatga sotgan boting qaysi? Agar sir bo'lmasa, qancha pulga? Eng qimmatga sotgan botim 2024-yil sotdim. Ohangbotni 120 ming dollarga sotganman. Malades, super.
Mehriddin o'zi mana shu botlar bilan shug'ullanish ideyasi qayerdan kelgan? Misol uchun o'zidan o'zi kelib qolmaydi-ku, misol uchun faqat bot bilan shug'ullanish. U uchun tim bo'li tushunishim bo'yicha 5-6 yil oldin kamida shug'ullanishni boshlagansan bu soha bilan. U paytda adashmasam unaqa populyarni emas edi. Bot sotish hozirgidek emas edi. Kamdan kam edi adashmasam botlar. Shunaqa. O'zim birinchi Telegram kanal ochganman, keyin guruh ochganman. Qaraganman, guruhda ochgandan keyin odamlar ko'payib ketgan. Globaldan odamlar kirishni boshlagan. Kanalga ham guruhimga. Keyin guruhga odamlar reklama tashlash boshlagan. O'zini kanalini. Menga yoqmagan o'sha narsa. Sani guruhingga, kanalingga, guruhimga boshqa narsalarni reklama qilgan. Video kanallarini havolasini tashlagan. Botlar orqalimi? Yo'q, o'zlari, lichka o'zlari. Keyin men uni bittalab o'chirib chiqaman degancha vaqtimni olgan. Avtomatizatsiya. Keyin vaqtimni olgan, uxlayotgan paytim, misol odam kunduzi kechga uxlasa, o'sha paytim ular tashlagan kirsam, bir dunyo to'la narsa bo'lardi. Keyin shu narsani o'chirishdi, bot yaratishdi, o'rganganman YouTube'dan. Shunaqa qilib, sekin-sekinlik bilan qiziqishdan sabab bo'lgan, bir sabab bo'lganda shunaqadan bot yaratganman. Tushunarli. Guruhda ishlaydigan. Bu narsadan pul ishlash mumkinligini mana botni nima sababdan yaratganini tushundik. Ehtiyoj bo'lgan ekan. Shu narsaga o'zing ishlab chiqibsan YouTube'dan o'rganib. Hech qanaqa bilimsiz, oldin programmist bo'lmagansan, misol uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Odam shunaqada o'ziga qiziqish bo'lsa, misol uchun men ham dasturchi bo'lmaganman boshida, stroykada ishlaganman Rossiyada, lekin qiziqish bo'lgan, shu narsaga ehtiyoj bo'lgan, harakat qilib o'rganganman. Senda ham xuddi shunaqa holat. Shunday. O'sha kanallaringga har xil linklarni tozalab turish uchun, har xil spam reklamalardan tozalash uchun o'zing o'rgangansan noldan. Qoyil gap yo'q. Endi keyingi beradigan savolim, именно mana shu botlardan pul topish mumkinligini qanday tushunding? Kimdir pul taklif qildimi reklamaga? Hech kim pul taklif qilgani yo'q. O'sha paytda bot ochgan paytim men bitta narsani bilardim. Pul uchun qilmaganman, o'zim prosta meni obunachilarim ko'p bo'lishini xohlaganman. O'sha men ishlab chiqargan botni ko'pchilik foydalanishini xohlaganman. Pul kelishi uchun qilinmagan. Prosta raqamlar. Raqamlar. 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 10 mingta bo'lsa qiziqib ketavergansan. Qiziqib ketavergan 10 mingta bo'lgandan keyin 100 mingtani xohlaganman, 100 mingta bo'lgandan keyin 200 mingta ana shunaqa bilan bo'lgan. Keyinchalik qarasam, odamlar mana shu yiqqan obunachilarimga, "San obunachilaringga meni reklamam bor. O'sha narsani ko'rsatib bersang, tashlab bersang, obunachilaringga senga pul taklif qilishdi bizga." Shu keyin pul topishni bildim. Keyin o'zi buni ta'min sezib, sekin-sekin yana boshida bir o'zing boshlagansan, hech qanaqa komanda bo'lmagan. Shunday. Bir o'zim boshlaganman. Oldin o'zim bu ishni boshlamasdan oldin maktabni bitirgandan keyin Xudo rahmatli buvam sartaroshlikka, shogirdlikka qo'yganman. 2 oyga, 3 oyga $100 berardilar. Buvam pensiyalaridan shu hunar o'rgansin deb 3 oyga $100 pul berardilar. Keyin sartaroshxonada tik oyoqda turib ishlaganman. U qilib keyinchalik shu ham kechqurun reklamalar chiqarish kerak bo'lardi soat 6-7 larda. Bir qiziq voqea bo'lganda. Keyin har doim 6-7 da reklama chiqarish kerak bo'lgan. Odamlar aktiv payt O'zbekistonda 6-7 ishdan chiqqandan keyin. O'sha paytda sartaroshxonada odam ham ko'payardi. Klientlar ham. Keyin ustozim aytardilar, klientlarga qarang, u bu deyarman telefonga qarab reklamani chiqarib turardim. Bu reklama deganda u pulli reklamami? Pulli reklama. O'sha 2000, 3000, 5000 ga reklama olganman birinchi. Qiziq bo'lgan, qiziq bo'lgan. Keyin sartaroshxonada odam ham ko'paygan, bu yerda kechqurun men telefonda ishim ham qilishim kerak edi. Keyin chiqib ketardim sartaroshxonadan, borib ko'chada reklamalarni chiqarib kelgancha o'zi ustozim gapirardi. Siz bundan pul topa olmaysiz, hech narsa qila olmaysiz, bu hunarni ham o'rganmayapsiz, u bu derdi.
mani bekorga vaqt bekorga vaqtingni yo'qotyapsan, lekin men majburlikdan borganman sartaroshxonaga. Jami qiziqish ham bo'lmagan. Qiziqishim bo'lmagan, o'zimni yoqtirmagan ishim bo'lgan u. Shunaqada odam qaysi ishga qiziqsa, qattiq kirishsa, o'sha ish bora keyinchalik pul olib keladi-da, yaxshi. Keyin o'zim bitta narsani xohlaganman, o'zim yoqtirgan ishni qilgim kelgan. Keyin уже reklamadan pul topishni boshlaganman. Kuniga 2020-yilda 200 ming, 300 ming o'sha payt topganman bir kunda. Keyin уже ular bilan kelishmovchilik bo'ldi ustozim bilan. Uydagilarim kelgan payti, bu o'rganmayapti, faqat telefon qo'lida, qaramayapti, klientlarning sochini olmayapti, u bu deyardilar. Keyin men oxiri o'zim bitta qaror qildim. Bitta qarorga kelishimga majbur bo'ldim. Yo shu dalshi sartaroshlikni tanlab, sartarosh bo'lib ketishim kerak edi, yo bo'lmasa shu programmistlikni o'rganib, shu narsani botlarni yaratib, Telegram kanallarni qilishim kerak edi. Keyin o'zimga anavi qildimda Telegram tanladim. Kanal, bot, programmistlik tanladim. To'g'ri, qoyil. Keyin ustozim bilan spor bo'lib qoldi. Sartaroshxonadan chiqib ketyapman. Bo'ldi, men kelmayman dedim. Xo'p dedi, keyin shu gaplar yana noto'g'ri ish qilyapsiz. Quruqdan-quruq vaqtingizni yo'qotasiz, u dedilar. Men aytdim, men sizlarga va'da beraman dedim. 1 yil ichida dedim, 2020-yil bitta uy, bitta mashina olaman dedim. Sartarosh viloyatda, Qashqadaryoda. Ustozim bilan. Keyin ola olmaysiz, u bu dedi. Ular endi u paytda hech kim internetdan pul topishga unga yana u ishonmasdi-yu odamlar. Buncha pul topsa, men bilardim kelajakda shuni yaxshi obunachim qancha ko'paysa, pulni yaxshi topishimni. Keyin 1 yilga bormay, Xudo omadim berib, rizqimni berib, ishim rivojini berib, 3 oyda bitta mashina oldim. Birinchi mashina olib bordim. Birinchi olgan mashinam Gentra bo'lgan, oq. Keyin 1 yilga bormay, o'sha yana 2 oylardan keyin, 3 oylardan keyin obunachim ko'payib ketdi meni. O'sha sartaroshxonadan chiqqandan keyin qanaqadir rezultatim oshib ko'payib ketdi. O'sha ko'proq fokus berilgandan keyin, shunaqa. Kun bo'yi shug'ullangandan keyin shunday ham obunachilar ko'payib ketdi. 1 yilga bormasdan o'sha yarim yilda bitta uy, bitta mashina oldim. Endi olmasam bo'lmaydi deb harakat qildim. O'sha payt shunday bo'ldi. O'sha payt necha yosh bo'lgansan? 20 yosh. 20 yosh bo'lgansan. 20 yoshda birinchi mashinamni olganman. Yo, mashina olgan vaqting 20 yosh. Pul topishdi. Endi o'sha 1000 so'm, 2000 so'm pul tushayotgan payt 19 yosh bo'lganmisan. 18 yoshdan 18 yosh. Pul topishni boshlaganman internetdan. Mehrdan keyingi qiziq bo'layotgan narsa, mana hozir o'sha paytda endi bir o'zing boshlagansan, to'g'ri? Hozir menimcha atrofingda komanda bo'lishi kerak, to'g'rimi? Jamoa bor. Jamoa bor. O'sha jamoada kimlardan iborat? Jamoada programmist bo'yicha bolalar bor, dasturchilar bor. Muhammad Ali degan Sirdaryodan. Shu internetda bir-birimiz bilan tanishib bo'lgan. Programmistlardan tashqari, misol uchun, marketologlar bormi? Reklama bilan kim shug'ullanadi? Yo, ko'pincha o'zing shug'ullanasanmi? Ko'pincha baribir o'zim qilaman, chunki baribir o'zimday baribir ana kirisha olmaydi, qarasha olmaydi-da. O'zim xohlaganday bo'lmaydi. Reklama sohasi qiyin soha bo'lgani uchun, to'g'ri, bir tomondan. O'zim qarayman hammasiga. Mehrdan mana ancha moliyaviy yutuqlarga erishding, finansiy tomonlama umuman kamchiliging yo'q desa ham bo'ladi-da hozirgi kunda. Qanaqadir armoning qolib ketganmi? Armon bo'lgan. O'zim mana shu darajaga Telegramga kirib kelishimga bu ham sababchi bo'lganlar. Kompyuter olib berganlar menga. Telefonim bo'lmagan. Maktabda o'qib yurgan paytlarim kompyuter olib bergan. Kompyuterdan qiziqib Telegram ochib shu narsalarni bu ham finans tomonidan yordam berganlar. Kompyuterlar bilan qilganlar. Endi daromadga yaxshi chiqib pul topishni boshlagan paytim bu ham olamdan o'tib qolganlar. Jannatda bo'lsin. Yaxshi yutuqlarimni, masalan, mashina olib, armonim shu o'zim ishlab topgan pulga mashina olib, yaxshi joylarda sayohatlar birga borganimda o'sha buvamni oldimda olib yurmaganim menda armon bo'lib qoldi. Qolib ketgan. Shunaqa. Chunki ular eng ko'p ishongan,
odam nevaralari bo'lganman, eng katta nevaralari. ishonch bildirib kompyuterni olib berib. Programmistlikka sababchi bo'lgan mana shu narsalarga, telegramlardan hamma narsaga bu ham sababchi bo'lganlar. Mehriddin, menga qiziq bo'lgan savol bu. Mana shu botlarga ideyani qayerdan olasan? Ideyani odamlarga kamroq vaqtini tejash maqsadida, misol video yuklash uchun Instagram, YouTubedan boshqa botdan foydalanadi bir xillar. Oldin shunaqa edi. Musiqa yuklash uchun boshqa botdan foydalanadi. O'shani odamlarning vaqtini tejash maqsadida bitta botda qilganman shu narsani, hammasini. Universallik qilib. Da, universal qilib. Bu endi bitta ideya. Yana misol uchun har xil ideyalar kelsa kerak senga. O'sha ideyalar qayerdan keladi ko'pincha? Ideyalar masalan shunaqa yaqinda bot chiqarganman. Guruhda so'kinib yozishsa, blokla degan bot chiqarganman. Bloklaydi. Foydalanuvchini bloklaydi. Da, bloklaydi o'sha. So'kinmang degan bot bor. Masalan, so'kinsa o'sha ba'zilarga qo'shilgan so'kinish yozuvlari. Hamma so'kinish yozuvlari qo'shilgan. O'shanaqa so'kinishsa bironta sразу o'chiradi va u foydalanuvchiga spam beradi, ogohlantirish beradi. O'sha narsani ko'rganman. Bir xillar guruhga har xil video tashlaydi. O'shanaqa videolarni blokla degan bot, so'kinmang degan bot. Bu videoni so'zi tushunarli. Ba'zasini qilgansiz. Videolarni qanaqa qilib? U ChatGPT orqalimi? Искусственный intellekt orqali. Sun'iy intellekt orqali qilingan ular hammasi. Qanday tushunasan qaysidir bot yurib ketmasligini? Misol uchun 50 dan oshiq bot yaratgan bo'lsang, o'zingda qanaqadir tajriba bo'ladi. Kimdir senga mana shunaqa bot qilaylik deb endi takliflar bo'lishi mumkin-ku. Sen bittada ekspert sifatida aytasan. Yo'q, bu ideya yaxshi emas, yo'q, mana bunisi o'xshab ketishi mumkin deb. Men o'ylaymanki, odamlar kunlik foydalansa o'sha botdan. Birinchi o'chirda kunlik har kun ehtiyoji bo'lsa, o'sha bot yurib ketadi deb o'ylayman. Masalan, bir xillar kino botlar misol. Masalan, bir xillar bor har kuni kino ko'radi. Bir xillar bor 10 kunda bir haftada bir marta kino ko'radi. Shunaqa. Ko'pchilik har kuni musiqa topadi. Ko'pchilik har kuni video yuklaydi TikTok, Instagramdan. O'shalarni hayot ish davomida ko'rib, o'rganib, tajribadan chiqib bilib olganman. Shularni qarab chiqaman. Bu botni qilsa, odamlar har kuni foydalanadi. Misol, o'zim shu botni taxlasam, shunaqa bot chiqsa, o'zim har kuni shu botdan foydalanamanmi? Agar har kuni foydalanmasa, unda u bot unaqa populyarniy bo'lib ketmaydi. Odamlar kerakli bot bo'lgani ham yaxshiroq. Tushunarli. Misol uchun qanaqadir ideya kelib qoldi, g'oya bot qilishga. Buni aytaylik, dasturiy tomondan ishlab chiqish bu botni anchagina mablag' talab qiladi. Shuni to'liq o'sha bor pulni tiqib turib test qilib ko'rasanmi yoki qanaqadir arzonroq test qilish usullari bormi? Misol uchun hamma pulni tiqmasdan. Masalan, hamma pulni tikmayman. Birinchi ko'raman. Misol qisman. Endi qisqa qilib aytadigan bo'lsam, savolimni oldindan yurib ketmasligini qanaqa qilib bilib olsa bo'ladi o'sha? Bilib olsa, misol ko'raman, 10 million pul sarflab ko'raman, misol. 10 millionga qanchadir obunachi keladi. Keyin hisoblayman, 10 millionga misol 1000 ta keldi. 10 mingta obunachi keldi 10 millionga. Hisoblayman 100 millionga deyman, 100 mingta obunachi kelar ekan deyman. Hisoblayman 100 millionga 100 mingta obunachi arziydimi, arzimaydimi? Agar o'sha arzisa, shu narsani qilaman. Arzimasa, o'sha qisqa pul bilan riskovat qilib ko'raman. Unaqa birdaniga katta pul tikib o'zimni tushunarli. Riskovat qilmayman uncha. U endi texnik tomonlama qiyin bot bo'ladigan bo'lsa-chi, misol uchun aytaylik, biz ham botlar qilganmiz. Bir 5 yil, 6 yilcha bo'ldi. Biz endi taksi bot qilganmiz o'sha payt. Taksi bot, taksistlarga programma o'rnatib chiqqanmiz, mashinalarga GPS'lab qo'yib,
botni ichida ko'rsatib turardi. Xuddi hozirgi Yandex edi. Klientni orasidagi masofa kartada chizib berardi botni ichida. U botni biz 3 oy, 4 oy davomida ishlab chiqqanda biz. Shunaqa qiyin botlar bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqa qilib test qilsa bo'ladi? O'sha hamma pulni programmistlarga berishdan oldin. To есть botni funksionalini to'liq tugatishdan oldin ham test qilib ko'rsa bo'ladimi yoki birinchi baribir botni funksionalniy tomonidan birinchi tugatib olib turib keyin tekshiriladimi? Shu aytganingizdek, funksional tomonlama birinchi hamma joy tugatilib, keyin tekshiriladi. Misol, kamroq funksiya qo'shib qo'ysangiz, o'sha narsani reklama qilganda odamlarga eng o'sha kerakli funksiya qo'shilmay qolgan bo'lishi mumkin. O'ylaysiz, o'sha odamlar foydalanmadi, ideya yaxshi emas ekan deb o'ylaysiz. Shuning uchun funksiyasini hammasini to'liq qo'shib bo'lib, keyin tajriba qilib ko'rsa bo'ladi. O'shani sinab ko'raman. Mehriddin, mana anchadan beri Mehriddinning profilini kuzataman. Oxirgi paytlarda Hitsbot va hamma joyda tema bo'lib yuribdi. Hitsbot u kanalda ham, u blogerda ham, bunisida ham ko'ryapman. Faqat Hitsbot. Pul ko'tarib yuribsanmi, setkalab, telefonlar. Savolim nima edi? Mana shu Hitsbot haqida ozroq ma'lumot bersang, oxirgi proyekting. Oxirgi proyektim Hitsbot bo'ldi. Hitsbotga shunaqa narsa qilmoqchi bo'ldim. Bozorga shunaqa taklif bilan kiraman dedim. Ancha o'yladim, 2-3 oylab. Shunaqa taklif bilan kirishim kerak, odamlarni o'zimga jalb qilishim kerak dedim. Hech kim bermagan taklifni men bozorga kirib berishim kerak dedim. Ancha o'yladim. Nima qilsam dedim. Chunki ko'pchilik bot ochgan bo'lsa, hech kim meni botimni ishlatsang, telefon, pul degan narsa qilmagan deb o'ylab ko'rdim. Telefon tarqataman dedim, pul tarqataman dedim. Meni botimga obuna bo'lganlarga dedim. Lekin botimga obuna bo'lib, botim ishlatgandan menga ularni foydasi bo'lmagan. Misol, ishlatsa foyda bo'lmasdi birdaniga. Ertaga qachon tavakkal bo'lgan. Ertaga qachondir Hitsbotga men reklama yuborsam, men o'shanda daromad ko'raman Hitsbotdan. Lekin hamma tomonni ham lekin har doim o'ylagan narsasiz bo'lmas ekan. Juda boshqacha o'ylagandim, rejalar katta edi. Kutilgan natija juda katta edi bu proyektdan. Obunachi. Hitsbotga $100,000 dan oshiq pul ketdi. 100,000 dan oshiq reklamasiga. Hozir so'ramoqchi bo'lib turdim, necha pul ketdi deb. $100,000 100,000 dan oshiq pul botga tiqish ham do'stlar, u hazlagan ish emasda. Hali yurib ketishi noma'lum bo'lgan qoyil lekin. Ohangbotda adashmasam bunchalik shov-shuv bo'lmadi u bot atrofida. Yo'q, unga bunchalik pul kirmaydi. Sarmoya qilmagandim lekin Ohangbotga. Hozir eng katta nima deydi, pul tikilgan proyektlaringdan biri bo'lib turibdi, lekin hozircha o'zini oqlamayapti bu. Tushunishim bo'yicha. Shunaqaki, reklamani o'ziga 100,000 ketdi. Lekin oqlamadi. Qanaqa ma'noda bir ikkita xatolar ketdimi? Reklama berishda, masalan, yaxshi auditoriya tanlay olmadikmi? Shunaqa bo'ldi. Noto'g'ri reklama ketdi, noto'g'ri yo'nalish tanladim. Noto'g'ri blogerdir balki. Noto'g'ri bloger. Men o'ylagandim, bozorga shu telefon berib, shunaqa narsa qilsam, odamlar boshqa botni ishlatmay, hamma meni botimni ishlatadi deb o'ylagandim. Shunaqa deb o'yladim o'zim tushunchamda, lekin unaqa narsa bo'lmadi. 100% amalga oshmadi. Qismandir amalga oshdi, lekin 100% amalga oshmadi. Plan bo'yicha shunaqa bo'ldi, lekin pul oqlamadi. Men o'ylagan $100,000 ga men olib kiradigan rezultat odam kirmadi botimga, qisqa qilib aytganda. Hali menimcha u oxir emas, hali ustida ish ketyapti-ku, to'g'rimi? Shunaqa. Xudo xolasa menimcha Yangi proyekt. Foydalanuvchilar soni ham oshsa kerak. Hozirda Hitsbot obunachilari 800,000 ga yaqinlashdi. 800,000. Qoyil. Lekin bizning plan bo'yicha общий budjet Hitsbotga ajratilgan budjet $200,000 edi. Botga. 200,000 da qancha plan qilgansizlar obunachilar sonini? 1 millionta. $200,000 sarmoya bo'lgan, plan bo'lgan.
budjetimiz. Obunachi 3 million bilan 4 million obunachi olib kirish edi. 4 million. 100 ming dollar pul ketyapti, lekin 800 mingta obunachi olib kira oldik. Ana endi o'sha xatolarni to'g'rilab, qayerda xato ketdi, hozir yangi g'oya qilib, yangi proyekt qilib, o'sha Hitsbotda yana ham yaxshiroq yo'nalishda olib kirmoqchiman. Boshqacha reklama. Boshqacha yo'nalishda reklama qilmoqchiman, xudo xolasa. Hozir o'shani ustida ishlayapman. Bo'ldi, omad tilaymiz. Bu Rahmat. menimcha bu safar endi har doim bo'ladi bunaqa kamchiliklar. Har doim ham aytilgan narsa, o'ylangan narsa bo'lib ketavermaydi. Shunisi bilan biznesda bu. Shunaqa. Har doim qilinadigan ishlar qanchadir riski borda. Bir xil payt o'xshaydi, o'xshamaydi. U qo'lni tushirish kerak emas unaqa paytda. Shunaqa holi planlar katta. A variant bo'lmasa B variant bor, B variant bo'lmasa C variant bor. Shunaqa variantlar qilib qo'yganmiz. Telegramda endi 2017-18 dan beri, to'g'rimi? Shunaqa. Уже 7 yillik tajriba, ancha katta tajriba hisoblanadi. Shu 7 yil davomida shogird chiqarganmisan yoki chiqarish niyat bormi? Shu haqida ozroq ma'lumot. Shogirdlar bor. Qanaqa ma'noda shogird? Botchilar, yo'l yo'riqni o'rgatganman. Mana bu yerda mana bunaqa qilsang kanal ochgan bir xillar. Mana bu kanalda mana bunaqa yo'nalishda yuritsang, odamlarga yaxshi bo'ladi. Botni mana bunaqa joyda mana bunaqa qilgan. Bu yerda kamroq reklama sarfla deb ko'p viloyatlardan, Qoraqalpog'istondan bolalar yozgan. Aka, mana shunaqa kanalim bor, 10 mingta podpisчик, shuni qanday ko'tarsam bo'ladi? Yo'l yo'riqni o'rgatib, ularga ana o'qiganman. Hozirgi kunda ular ham yaxshi natijaga erishgan, ota-onasini duosini olib, hajlarga yuborib, viloyatdan, Samarqanddan bor, yaxshi ukalar, akalar yo'l yo'riq ko'rsatganmiz. Hozirgacha Mehrdan sen sababchi bo'lgansan shu narsaga deydi. Shunaqa xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi. Shogirdlar natijasini ko'raversa ham, menda ham bor shogirdlar, odam nima deydi, ularni qaysidir ma'noda yutuqlarga erishaversa, odam ichidan xursand bo'ladi. Malades. Mehriddin tasavvur qil, Telegram bloglanib qolsa O'zbekistonda nima ish bilan shug'ullangan bo'larding? Bu savolni o'ylab ko'rganman aka, Telegram bloglanib qolsa nima ish bilan shug'ullanaman deganman o'zimga o'zim. Oldin ham o'sha naqd topayotgan pul bo'lgan, lekin o'zim xohlamagan ish bilan ishlaganman, hunar o'rganganman. Sartaroshlik qilganman. Lekin o'zim yoqtirgan ishni qilmoqchi bo'lganman, lekin uni kelajagi bormi, hali undan daromad topamanmi bilmaganman. Prosta o'sha ish Telegram bot, programmistlik o'zim yoqtirgan ishim bo'lgani uchun o'sha ish bilan shug'ullanganman. Kelajagi noma'lum bo'lsa ham o'sha bilan shug'ullanganman. Agar bloklanib qolgan taqdirda ham men o'zimni kelajakda o'zim yoqtirgan ish bilan shug'ullanishni xohlayman. O'sha bilan mayli yillar davomida o'sha bilan ishlab, qanchadir muddatdan keyin daromadga chiqarman. Bir xilla misol o'zi yoqtirmagan ish bilan shug'ullanadi 7-8 soatlab charchaydi, o'ziga yoqmaydi. Lekin bir xilla o'zini yoqtirgan ishi bilan shug'ullansa, 10-15 soat ishlasa ham charchamaydi qanaqadir. Kun qanaqa o'tib ketganini bilmaydi. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Bitta misol mana hozir ham biz soat 12 dan oshdi. O'tiribmiz mana. Bu ish menga ham yoqadi, Mehriddinga ham nima deydi? Charchoq his qilmayapmiz-da. Shunaqa aka. Odam o'ziga yoqqan soha bilan shug'ullansa, pul olib keladimi, yo'qmi? U ishlagan обязательно keyinchalik pul olib keladi. Mana bitta misoli Mehriddinda, men o'zimda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mehriddin, shaxsiy savol, shaxsiy hayoting bo'yicha mana sizlar tengi yoshlarni ko'pini bilasan, ko'pchilik Telegram adminlari bilan, Instagramdagi blogerlar bilan ishlaganmiz, ko'pini taniyman mana. Ko'pchiligi momentida zo'r pul topishni boshladi, lekin o'sha pulni endi kontrol qila olmadi deymizmi? Har xil nima deydi, bo'lmag'ir ishlarga aralashib qolib, o'zini hayotini buzib qo'ygan bolalar ham ko'p bo'ldi. Sen shu narsani qanaqa kontrol qilding? Tushuntirib bera oldingmi savolimni? Tushundim aka.
o'zimizda ham ko'p og'aynilarda bo'lgan. O'zini yoshida ruschada aytganda nerealniy summa topgan, juda katta. O'ylamagan. Ko'rdimda mana shunaqa bolalarni. O'zi yosh, hali 18 yoshli bola, lekin kuniga 50 million, 60 million, 100 million pul topyapti. Har kun keladi u pul. Shunaqa og'aynilarim bor, katta pul topdi. Ular o'yladiki, men doim shunaqa pul topaman deb o'yladi. Bo'ldi, mana o'sha ishim joyiga tushirib qo'ydim. Endi shunaqa pul topaman deydi, ishini tashlab qo'yadi. O'ziga hayotni ko'pni ko'rdim deb o'yladida, haddan ortiq ishonib yuboradi. Qizlar bilan qanaqadir klubda yurib, dori shunaqa ximikat narsalarga o'tirib qoldi ko'pchiliklar, og'aynilarimiz. O'zim taniydiganlardan. Shuning orqasidan o'zini ishi tushib ketganini o'zi sezmay qoldi. Sezmay qoldi. Ammanda uydagilar qattiq kontrol qilishdi. O'zimni boshimdan ham o'tgan baland pastliklar. Menda ham shunaqa voqealar bo'lgan. Bir yaxshi proyekt qilganman. O'sha proyektim zo'r bo'lgan. Kuniga bitta reklama vaqtida 15 million edi. 2022-yil. Bitta reklama 15 million edi. Bitta botlarimga reklama yuborish, bir kunlik reklama 15 million edi. Har kuni bor. Har kuni reklama bor. 20 kunlab zayn etdi. 20 kun bironta reklama olmoqchi bo'lsa, misol oyda boshi bugun 1-sana bo'lsa, keyingi shu oyda 20-sanagacha band edi. Aplata qilib, zalog tashab, qoyil. Band bo'lgan 21-sanaga pul to'lov qilsa olardi reklama. O'sha kuni band qila olardi. 20 kun 1000 puli bo'lsa ham, 15 million puli bo'lsa ham 20 kundan keyin qo'yib berardim, chunki undan oldin 20 ta odam to'lov qilib qo'ygan. To'lovni oldindan qiladi. To'lov oldindan qilingan. Misol agar to'lovni oldindan qilmasa, misol bir xilla bo'ldimi, aniq olaman degan. O'sha momentga kelib uni qanaqadir planlari o'xshamay unga uzr deb menga aytgan. Shunaqa bo'lib qoldi, hijot bo'lyapman, lekin pulim yo'q oldimda, o'xshamay qoldi, shu reklama berishim kerak edi, operatorlarimiz tayyor emas bo'lib qoldi deb bo'lgan. Keyin menga zarar bo'lgan. Bir kunlik reklama bo'sh ketgan. 15 million minus ko'rganman, misol bir kunda misol o'sha pulini berib to'lov qilib qo'ysa, o'zini straxovaniyasini olib, o'shanga reklamasini tayyorlab qo'yadi 2-3 kun oldin. Keyin menda ham shunaqa bo'lgan, men o'ylaganman, bo'ldi, doim menda har kuni shunaqa har kuni 15 milliondan pul topaman, reklama har kuni bo'ladi deb o'ylaganman, ishni tashlab qo'yganman. Risk seziladi bu narsa baribir. Risk sezilmasa ham oylar davomida sezilib boshlandi. Endi ochiqchasiga aytganda, baribir yoshlik qilib, qiziqish bo'lgan, yoshda 2022-yillarda ko'chada yurganman, mashinalarda endi qizlar bilan yurib, u bo'lib, tanishib, klub shunaqalar bo'lgan voqealar. Ishdan chiqib ketib qolganman. O'zim sezmay qolganman, ishdan chiqib ketib qolganman. Men o'ylaganmanki, doim men bo'ldi, hamma narsamni joyiga tushirdim, endi menda obunachi kamaymaydi. Men har kuni shunaqa reklama qo'yaversam ham, ish tashlab qo'yganman. Sentyabrda misol 15 milliondan reklama bo'lsam, oktyabrda reklama narxi 10 millionga tushgan. Nimaga desiz? Chunki men har kuni reklama yuborib odamlarning joniga tekkandan obunachi kamaygan. Yangi obunachi olib kirishim kerak-ku botga. Yangi obunachi olib kirmaganimga, obunachi kamaygandan keyin reklamachiga rezultat kamaygan. Keyin reklamachi menga 15 million qoplamayapti, 10 million qilib ber degan. Keyin 10 millionga tushirganman oktyabrda. Yana ham e'tiborsizlik bo'lganlikdan keyin noyabr oyiga kelib 5 millionga tushgan bitta reklama. Oyiga 5 milliondan tashlab shunaqa qilib reklama narxi payt Toshkentda yashardim. 2022-yil dekabrda oxirlariga 1 million 2 millionga tushgan. Mana reklama. 15 million. 15 million bo'lgan. 3 oy 4 oy oldin bitta reklama 2 millionga tushib qolgan. U 30 kunga hisoblasangiz 60 million pul topganman bir oyda. Lekin men 60 millionni 4 kunda topganman oldin. Keyin meni rasxodlarim, yurishim,
Уже qoplamayapti. qoplamayapti. Уже 60 milliondan oshib ketyapti meni oylik rasxotim. Men bir oyda rasxotimni pulini topa olmayapman. Misol oyiga 200-300 million pul topgan bo'lsam oldin, misol qilib aytganda 300 million topgan bo'lsam, men rasxotim 100 milliondan 100 million bo'lgan, misol. Lekin уже rasxotim o'sha dekabr oyi 3-4 oy o'tgandan keyin ham o'sha turishda turibdi, rasxotim 100 million, 80 million, lekin meni daromad topishim 60 millionga tushib qolgan, oylik daromadim. Men o'zim qaraganman, siz aytyapsiz, kontrol qanday qilding deganingizga. Qaraganman, agar bu ketishimda bo'lsa, men yana reklama narxi 500 mingga tushib ketishga bilardim umuman. Hech kim mendan reklama olmay qo'yishini bilganman-da. Srazu atrofimdagi insonlarni yig'ishtirib, Kurugda almashtirmadim, srazu to'xtatdim-da. Toshkentdan Qashqadaryoga qaytdim. Yana viloyatda bo'ldim, viloyatda uydan chiqmasdan yana ishni davom ettirdim. Hamma narsani yig'ishtirdim. Ko'chada kechqurunlab yurish, qo'pol qilib aytganda daydisirab yurishlar, klub hammasini yig'ishtirdim-da, viloyatga qaytdim. Viloyatga qaytgandan keyin 6 oy viloyatda, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun 6 oy men viloyatda o'zim ustida ishlab, yana yangi obunachilar olib kirdim. Hech qayerga chiqmasdan viloyatda, uyda o'tirib, telefonda, kompyuterda ishlab. Va o'sha rezultat yana o'sha ahvolga keldi. 5-10 millionga bitta reklamamni yana ko'tarib oldim. Bitta reklamamning narxini 10 millionga chiqarib oldim. Yana mashina olib, yana ish yaxshi bo'ldi. Yana Toshkentga qaytib keldim. Menda 2 marta shunaqa holat bo'lgan. Yana takrorlandimi yo'q? Yana takrorlandi shu holat. Zo'r qildim deb o'yladim ishimni. Yana Toshkentga qaytib keldim 2023-yil. Qaytib kelgandan keyin bo'ldi, endi oldingi xatoliklarni qilmayman dedim. Ishim zo'r bo'ldi haqiqatdan ham. Yana o'zim bilmagan holda atrofimdagi insonlar shunaqa bo'ldi. O'zimizda gap bor-ku, qozon yursang qorasi yiqadi. Atrofimdagi og'aylarim ham shunaqa ko'chada yuradigan, bu-yoq boydi bolalari, shunaqa atrofdagilar kunduzi uxlaydi, kechasi yurish. Shunday bo'ldi. Yana katta pul topdim. Yana reklama narxi 10 million bo'ldi. Mashina oldim o'zimga. Birinchi olgan mashinam qizil Tesla bo'ldi, inomarkalardan. Tesla urildi. Teslani DTPga uchradim. Uni hali Instagramga hech qayerga ham qo'ymaganman. Uydagilarga даже bildirmadim avariya bo'lganim, DTP bo'lganimni. Ikkita mashinaga avariya bo'lganman. Nexia 3 Gentraga qizildan o'tib ketganman. O'sha vaqtda videosi ham bor. 195 tezlikda qizil chorrahadan o'tib ketib qolganman. Katta tezlikda o'zim hech narsa qilmagan, Teslani bezopasnosti kuchlilik bo'lib, hamma joydan airbaglar chiqqan. Yana shunaqa holat yana takrorlandi menda. Yana reklama narxi 10 milliondan yana 1 million 2 millionga tushib qoldi. Hozir qanaqa etapdasan? Mayli, balki yana 3-marta takrorlanar bu narsa. Ana endi hozir o'zingga prinsiplar qo'yib oldingmi, misol uchun? O'zimga prinsiplar qo'yib oldim. Hozir hammasini me'yorida, ishni ham hech qaysini to'xtatish. Unaqasi, qanaqa ma'noda aytsam, ishda umuman hozir to'xtatganim yo'q, faqat ish harakatdan to'xtasa, odam shunaqa harakatdan to'xtamaslik kerak ekanda. Harakatdan shu 2 marta shunaqa narsa bo'ldi, boshim devorga urilganda bildim. Umuman harakatdan to'xtamaslik kerak. Shu o'zimga saboq bo'ldi bu voqealar. Katta tajriba bo'ldi. Pulga sota olmaydigan hayot tajribasi bo'ldi o'zim uchun. Qimmat darslardan bo'ldi. Menimcha tugatsak ham bo'ladi mana shu joyda. Hammanglarga rahmat. Mehriddin, senga ham rahmat kattakon. Sizga ham rahmat Shohibaz aka, shuncha vaqtingizni ajratganingizga. Shuncha vaqtingni ajratib sanab kelganing. Qashqadaryodan keldi Mehriddin. 2 kunga deb arang chaqirib oldim. Rahmat senga. O'ylaymanki, ushbu roligimiz, podkastimiz qiziq bo'ldi. Ayniqsa yoshlarga, shu sohaga qiziqib yurganlar bo'lsa, menimcha o'zi uchun foydali ma'lumotlar topishi mumkin deb o'ylayman. Do'stlar,
kimda Telegramga oid kanal, bot, programmistlikka oid qiziqarli savollaringiz bo'lsa, shu videoni kommentariyasida yozib qoldirsalaringiz, to'liq javob beraman o'zim lichkalaringizga.